Atiga $4,500 bilan avtokredit emas, nasiya savdo kelishilgan summa asosida yiliga qarab narxi o'zgaradi. Kattagina crossover xohlagan akalarimiz uchun Jetour X70 bo'ladi. 7 ta o'rindiqli, 4 ta Porsche, 156 ta ot kuchiga ega bo'lgan ushbu avtomobilni sizlar boshlang'ich to'lovga atiga $4,500 to'lab, hech qanday rasmiy daromadsiz bitta pasport to'ziga va 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha rasmiy kafolati bilan lizing orqali xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Tan narxi bo'lmaydi, kelishilgan summa asosida yiliga qarab narxi o'zgaradi. Ushbu avtomobil oylik to'lovlari sizni qiziqtirdimi? Kommentariyada X70 so'zini yozib qoldiring. Yurakchani qizartirgan bo'lsangiz, albatta o'zim sizga rashodlarni tashab beraman. Bunda oylik to'lovlar ozgina ko'proq chiqishi mumkin. Agar sizga ma'qul kelsa, keling bemalol haydab ketish imkoniyatiga egasiz. Yo'q, oylik to'lovlar menga ozroq chiqsin deydigan akalarimiz uchun boshiga ozgina ko'proq to'lov qilasiz. Oylik to'lovlari shunaqangi zo'r qilib chiqazib beraman. Hammani avtosalonda kutib qolamiz. Manzil Namangan shahar, Yangi bozor, Promzonaning yo'lida.